Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar, bugun ikkita mashinamizga metan va propan stanovka qilib bermoqdamiz. Cobalt mashinamizga metan 90 talik bilan stanovka qilib berdik. Oldiga qo'ygan zapchastlarimiz Vasco 24x4 Polsha original miya, X original reduktor, evron joylashi, injektorimiz X original injektor. 90 talik bilan stanovka qilib berganmiz. Trekker mashinamizga full komplektda propan stanovka qilib berdik. 48 talik tabletka zapaskani joyiga qo'yilgan zapchastlar Nordic original reduktor, italyanskiy, Fagmin, Andarazvi filtrlari, injektorimiz 3 talik italyanskiy injektor, Real farsukamiz. Miyasi Vasco 24x4 Polsha original. Ko'rishingiz mumkin. Orqa qismiga 48 talikni joylab berganmiz. Zapaskani joyiga termo trubkalari bilan ko'rishingiz mumkin. Zapaskasini ustiga bemalol qo'ysa, orqa poliklar ko'tarib qolmaydi. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin. Arzon va sifatli.